necha pul qilib berasiz aka? Kelishtirib bir seniki ayting. Men ham sizni qiynamayman. Mehmon ekansiz, 1,5 so'm balandroq so'rashim mumkin, past so'ramayman. Faqat kelishtirib ayting. Yo'q, 65 demang. Mang. Keling axir. Konditsionerlar ishlaydimi? Yo'q, ishlamaydi. Trubkasini almashtirish kerak. Ochiq aytgan yaxshi ekan. Nima qilamiz? Harakat qilsa keyin ishlab ketadi. to'g'ri. Motori turibdimi qisqasi? Bor. Samarqanddan keldik aka. Yo'q, konditsionerda motor. Trubkalarga mayli 500 ming ketar, 1 million ketar. Endi hozir bundan buyoqqa konditsioner o'zi kerak emas, bundan buyoqqa issiq yursa bo'ladi. Sovuqqa kerak bo'ladi. Qarshilarga kerak-da, lekin. Qarshilarga. Xuddi Samarqand bir peshda gapiramiz. Samarqandga yomg'ir yog'ayapti demasa. Ya bizlarda bo'ldi lekin. Qarang aka, nomard so'ramayman, mard so'rayman. Dal so'rayman. Mehmonsiz past ko'rib so'ramayman. Bo'ladi desiz bir narx so'rayman. Ayting. Barobar tekst qilib aka 58 million so'm berib 59 ga sotib o'tiraman. Olmishga ham balandroq sal. Mana buni ham 59 million qarang, bitta kapot kraska mana. 60 millionga olindi. 58 million so'rayapman siz mashinangizni. Sezilyaptimi yo'qmi balandroqligi? Ko'rdim ha. Mana bu tomon yomon yasalibdi-da. Keraklar, arqa keraklar. Bering mayli, tavakkali olaman. 60 ga tortmaydi aka. Bilib turibman. Mana shu didizni bilib, shunday didizga yaqingina qilib so'rab qo'ydim men ham. Aka, o'zi ko'p narsa deb narx ko'tarilib ketdi-da. Hozir buni 60 ga olsam, erta bir kun keladi yana bir kishi, aka 60 millionga oldingizki, menikini ham olavering deb keladi-da. Ishoning. Men hozir siz 2012 Mokrini ko'rgansizki, o'shani olganimga bilsangiz ustimga borki, yengli kiyim bilan plak mamda qachon bor edi. Sovuq payt oldim. Yo'q, endi qarang, siz buni qayerdan ko'rgansiz? Osiyo Avto Instagramga bitta meni kanalim emas. Yo'q, to'shdisiz. Yo'q, Osiyo Avto qarang, kecha ham 50 kishi keldi-da, paloncha mashin qani yo'q, aka, Osiyo Avto deb bitta mana Osiyo Avto 600 nechtalikka ulaninglar. Keyin men misol o'zimni ism familiyam bilan bitta kanalim bor, Usmonov Akmal. Keyin men ustaga qilsangiz, ustaga umuman boshqacha qo'yadi. Osiyo Avtodagi o'zi отдельный, Osiyo Avto deb yozishyapti-da. Podpis ko'paytirish uchun eski kliplar borki, eski mana eski savdolarni olyapti-da, bugunga qo'yib qo'yapti. Odamlar chalkashib ketyapti keyin. Hozir olib Akmal aka deb chop kelishyapti. Ular olingani 1,5 oy, 2 oy bo'lgan oldingi eski savdolarni olyapti-da, balla blogerlar podpis ko'paytirish uchun shu kunga qo'yib qo'yapti. Hamma keyin shu kun olibdi Akmal aka deb o'ylayapti. Kecha bir Lacetti'ni ishoning bir 100 kishi so'radi. Men aytdim shu 100 ta odamga, o'zimizga podpiska bo'laylik. Kunlik qo'yilyapti-ki. Ular mana olibdi-da, eski videoni qo'yapti. Podpis ko'paytirish uchun-da. Men norozi emasman uni esa. Roziman, faqat kunlik qo'yib borsa, ular ham kim podpis ko'paytirmoqchi deb roziman, qo'yaversin. Eplab bo'lmaydi endi buni. Lekin eski videoni olib shunday qo'ysa, dabdala bo'lib qolibdi-da. Men keyin siz aytyapsiz. Aka, Mokri 2012-yil Kobultni olgan paytim, hozir sizga aytaman, tak. Fevralda nechisidir cheslasiga olganman, eslayman. Undan keyin hali 2012 Kobult olmadim. Fevral oyini yo 25 ga olganman, yo 26 ga. Qarang, mart, aprel, mayga kelyapsiz-da, o'zi yaqinga oldingiz kelyapsiz.